bana ne? Babadan da kalgan burası. Canım zamanı, canım baba salkın. Maşallah. Assalomu alaykum o'zbek motlari, YouTube kanali kuzatuvchilar, akalar, xayrli bo'lsin bugungi kun. Bugun biz Namangan uchironnamiz. Nur akamda oldi kelganman. Nur akamda bugungi sotuvga ikkita ot bor ekan. Biri oldi, biri orqa deyapti akalar. Like bosib tursalaring, xudo xolasa men bu otlarni ma'lumotlarni Palon akamdan batafsil olib beraman. Endi videoda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa uzr so'rayman. Ortda ketishlari yaxshi o'xshaydi, ko'z tegmasin. Xo'p, xudo xolasa like bosib tursalaring, otlarning ma'lumotlarini chiroyli qilib Palon akamda o'zini olib beraman. Bunday bo'lsa, o'z videolarimizni boshlaymiz akalar. Ro'za oyi, Ramazon oylari barchalaringizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa, qiynalmaysiz, talmay inshaalloh shu oylarda ham yaxshi bir savoblar bilan o'tkazib olishlikni barchamizga nasib qilsin. Bunday bo'lsa, biz boshlaymiz. Kelgan joydan Palon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Fardi. Sog'liq yaxshimi aka? Rahmat. Xudo xolasa bugunga bir oldi, bir orqami aka? Ha, oldi orqa qilib chiqaramiz. Oldi orqa qilib. Fardi. Echuvano. To'ppacha yomon-ku. To'pponcha yomon. Olovi. Attalo. Asha to'tib. Xo'p, Palon aka, ma'lumotlarni berishni boshlarsak. Ma'lumotni beramiz. Xudo xolisa avvalom bor. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar, polvonlar, otuvozlar, muxlislar. Xudo xolisa Fardi. Musofirda aka-ukalarimizga ham salomat dinni. Inshaallohki boshlaymiz. Mana Ramazon arafasi ham kelib qoldi. Otni bo'yi 1.65 Fardi. Bo'ylari 1.65. Chopilib turgan, tayyor. Endi sezonning oxirida bilasiz, otlar tortilgan. Albatta aka. Garantiyali oldin oti. Nur aka, buni nima demoqchim? Yoshi nechida? Yosh 9 yashar uka. Yoshi 9 da. Ha, bu yil 9 o'tini yeydi. Bunga laqab qo'yilganmi endi? Akula. 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 Bo'ldi aka. Endi o'zingiz bilasiz, sezonning oxiri otlar sal tortilgan. 4 tala butun tortib qo'ying Fardim. Birar joyda bir ayb nuqson yo'q. Yaqindan shunday to'xtatib turing, raza 4 tala tuyoqlari ham ko'rindi mana. Ana akalar. Qani tuyoqlari. Taqalari bor ekan-a? Taqalab qo'ydim ukam, sal toshinqirab qo'ygan ekan o'zim. Taqaga ham yuvoshligi, yerda Yaxshimikan taqaga ham aka? Ha, ot qovurg'alarini qarang yo'g'onligini. O'z bilinib turibdi. Ko'rinib turibdi. Narsaga o'xshaydi, xudo xolasa. Ha, ot ishonarli uka. Xo'p, Palon aka, inshaalloh xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi aka. Umuman. Bo'ldi. Buni bo'yini aytdingmi, aytmadingmi aka? Bo'ylar 65 Fardim. Urvinga olishadi. Bir so'rab qo'yaveray, yoddan ko'tarilgan bo'lsa. Endi uncha katta otdan yaxshi. Bu toza qora bayda ishlayapti, ko'rib turibmiz. Albatta. Yo'g'onligi yaxshi bo'lsa bo'ldi. Polvonlar talashib minyapti. Endi uni buni bilmadim-u, otni birinchi o'rinda vijdoni bo'lsin. Albatta. Vijdon vafsho olov. 1.90 bo'lib, galaga borsangiz, teskari qarab tursa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. 60 yosh bo'lsan, qo'rqsangiz, aytgan ertingizga borib tursa, undan yaxshisi yo'q. Aytaman, garantiyali ot. Bo'ldi aka. Xohlagan joyida ro'zadagi babi hammamizda uloq bo'ladi, albatta. Albatta aka. Ko'rib olinadi, ungacha boquvini ichiga keltirib, ot tortilgan. Aha. Ko'rinib turibdi, chopib yurgan ot. Narxi necha pul aka buni? Narxini uka 3,5 ming dollar. 3500 dollar. Ozgina kami bor, kelishtirib qo'yaylik. Bo'ldi. Qiziqqan aloqa chiqisharsinmi aka? Albatta, kami bor, kelishtirib beramiz uka. Bo'ldi. Ikkinchisini ko'rsatamizmi aka? Ikkinchisiga to'pponcha. Ikkinchisiga to'pponcha. Aka to'pponcha. To'pponchani olib ketchi Jasur polvon. Jonivor ey. O'ta tez Faridin. Shunday ekan-a? Ha. O'ta tez. Bosh ham chaqirtirahmi deyman-a? Ha, boshi o'ta tez. Jonivor lekin yaxshi ketar ekan. O'ta tez onda. Shunday ekan. Jonivor. Xo'p, Palon aka, kilichga to'pponcha bunda. Kilichga to'pponcha. O'zi ham Jasur polvon eplolmay qolyapti buni. Orqaga desa orqaga, yakkaga desa yakkaga. Qashqadaryo, Surxondaryo uchishadi uka. Yoshlari ham 6 yashar. Jasur polvon o'sha 10da turganda bitta rollarini ko'rsatib qo'ydi. Aqabaqa 10da turganda. 10da turganda hali ko'pchilik tez ketayotganda bo'lib qolishi mumkin. Bu yoqqa ham bitta ko'rsatib qo'yganda. O'ta zo'r, Fardi. Bo'ldi. Bo'ladi-ku. To'xta. Qayta. Tez ekan bu aka. O'ta tez. Bo'ylari necha chiqadi aka buni? Bo'ylar 55. Fillusi bor 55 ga olishsin. Aha. 7 ishda sog'lomlar yaxshimi? Olib kelinglar. Jasur polvon buyoqqa olib kelgin-ku. Hamma yo'q joyda. Men buni bir 4 yo'lani tortib qo'ydi. 4 tala puti to'ppa toza. Nur aka, buni zoti qanday aka? Toza qora bayir. Qora bayir, ha? O'sha yo'llari ham bir qalin bo'lib turibdi. Hozir bitta yo'llarini ham tortib ko'rsatib qo'yaman akalar. Birinchi orqa oldi hamma yo'q kelgan, Faridim. Bo'ldi.
Jasib qolib bu yoqqa o'tkazib endi. Nur akamni olay. Ammo jonivor. Qo'yib yubormaydi deydi. Ammo borishi hamma sinovini o'tkazib qo'ydik. Aha, Inshaalloh. ko'ngildagidek. Hamma yo'g'i joyida. Videomizni boshida ham ko'rdik, sizga kelib buroda ozgina sizni noqulay holat qilib qo'ydi edi. Hikmat Polvon aka. Mana shu yoqqa bir yurgizib qo'yaylik, Fardi. Mayli aka, zo'r bo'ladi. Buni narxi necha pul aka? Narxini aytib qo'ying. Narxini $2800 kelishtirib qo'yamiz, Faridan. Kelishadigan joyi bor. Albatta. Bo'ldi. Lekin otlar yaxshi otlar ekan akalar. Oppa. Yaxshi borar ekan, ha? Ha, ko'k oldiga ishlab yurgan. Endi ana otni yosh bilasiz. Mezillatib qo'ymasin, o'ta qattiq. Bo'ldi aka. Lekin xudo xolasa ikkalasi ham bir-biridan yaxshi otlar ekan. Ha, zo'r. Otlar ishonarli. Otga qaratib qo'ysa, otga burib yuboryapti. Otlar ishonarli. Bo'ldi aka. Xudo xolasa Nur aka qiziqqan aloqa chiqishadi, batafsil ma'lumotlar telefonda chiroyli qilib yetkazib beramiz aka. Albatta, hatto kamchiligini yetkazamiz, uka. Bo'ldi. Akalar bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab turavringlar. Ko'rishguncha omon bo'linglar.